Assalamu alaykum Uyg'ur haftaligi ko'rurmanlari programmamizga xush keldinglar. Mehmet Otoğlu efendim programmaga xush keldingiz. Rahmat, sen mi hoş geldin? Eh, Programmani boshlashdan burun yana qisqacha ta'kidlab qo'yaylik. Bizni qo'shib olishinglarni, bizga yurak besishinglarni, bizga inkos bildirishinglarni, savol so'rashinglarni tuvanchilik bilan so'raymiz. Endi savolimizni boshlab ketamdik, boshqa ta'kidlaydigan bir gap bo'lmasa. Sen tekrar buldum hem de. Başlayıp gidelim. Boshlaylik. Bugun endi boshdan endi eng qiziq Uyg'urlarning orasida eng qiziq tema bo'lgan ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyatlari oldu. Endi Amerikadagi o'tkazilgan faoliyatda Nancy Pelosi xonim kelgan bo'pti. Nancy Pelosi jumhuriyat faoliyatiga. Uning keyin yana birisiga bu parlamentdan ishida o'tkazildi dema, shaqaraq ko'rdim o deyman. Ha, mecliste ötüzüldü. Meclis o'tkazilibdi. Uningdan bo'lak hamda bu hamda bir yaxshi tarafi deb qarayman. Hamda Istanbuldagi faoliyatlar qarasak, o'tgan yilmi shunday bo'lgan, bu yilmi shu ikki yerda bo'lgan bo'pti. Hamda aslida bir yerda bo'lgan bo'lsa haqiqatan yaxshi bo'ladi. Chunki xalqmi tashkilotlarning birlashganligiga ko'rishga muhtoj shu. Bu xalqmi bir nima deymiz, energiya beradigan bir narsa, hamda umid ato qiladigan bir ish deb qarayman. Uningdan bo'lak Sharq Turkiston ikkinchi qatam 1944-yili qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti mu yoki Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti mu degandek mush talash-tortishlar bo'ldi. Bu hali necha yildan yoqqa chiqmagan bir narsa hamda tuyuqsizlam necha yildan yoq mush Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti va Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb atlib kelyotdi. Tuyuqsiz bu narsa chiqib qoldi. Ya'ni keyindan nurg'un odamlar necha vaqtdan yoq o'xshash bir narsa anglab kelyotqashqa bak tengirqqa qolibdi. Bu aslida Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetimidi yo Sharq Turkiston Cumhuriyetimidi deb. Endi buni yangidan bir talash-tortish qilishning bir nima hojati bor degandek. Mushtoqlardan biroz paranglashamdik, ya'ni. Savol javob beramiz. Müşahedin kireyle. Doğru, Mahmut, bu kadımki Cumhuriyetini hatırlaş faaliyetlerine dikkat kıldım. Sen degandek bu yerde en adamını suyundurduğun bir taraf Amerika'daki faaliyetke Amerika'nın yukarı katlarının siyasi yollarının katlaşışı. Hem de Amerika'da yoki Avrupa'da yıllardan bu yan bu günü hatırlayıp kilovatkan bolsakmı, ama bazıda yukarı katlarındakiler katlaşıştan üstün tahtattı. Demişka degende bu devletler asasen Uygurlarının meselesiga kişilik hukuk noktasından qaraydigan bolğaçqa bular Cumhuriyet günüge o'xshash bu siyasi meselelerge biraz qilishdan qochadi. Endi bu qatim Amerikanınki sobiq parlament boshlig'i ve hozirgi parlamentdagi yuqori qatlam vakillari qatnashdi. Buningdan hamda Amerika bilan Xitoyning munosabatida tatılgıdek çekinadigan bir yerning qolmaganligini ko'rib olaymiz-da. Ya'ni mundaqcha aytganda Amerika siyosatchilari bundan keyin hamda moy gapni qilsam yo ma so'ringa qatnashib qolsam Xitoy bilan munosabatim daxliga uchrab qolarmi deb qo'rqadigan yerdan o'tib ketdi degan gap. Amerika Xitoy munosabatimi Amerika Xitoy munosabatimi bu palatni o'tib ketdi degan gap. Ya'ni buziladigan yergacha buzilib qoldi degan gap. Müşahede bir savol tug'ildi. Hamda işte bo'ldi, hamda ishtada his qilsak bo'ldi-da, lekin har qatam bu jiq masalan mushu deymiz, huquq tutqanlar deyli, BDT'ning vakili bo'lsin yoki masalan Amerikaning ba'zi mushuni mesela hozir saylam tugdi ve tuttu bular. Tutturishdan burun qayerga o'zini bir yaxshi ko'rsatib olish deb qaramdiq yoki buni munosabatning buzilishi deb qaramdiq. Bu yerda. Endi siyasetçiler shunday insonlar hamda ular bek yüz deganim malaqa mana yüzü yupqa
degandagi yuz yo'q. Oldingi qatimma qaraydigan bo'lsak, Mike Pompeo eng oxirgi vaqtda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib tushib ketdi. Ya'ni keyingi hukumatga ma'lum ma'noda siyosiy besim yaratish, Uyg'urlarning orzusini amalga oshirish. Bir chalmadan ikki paxtek. Ondan boshqa BDT'ning kishilik huquq komissari Pachiletmo vazifadan ayrilishdan 2 soat oldida Uyg'urlarga oid dokladni e'lon qilib tushib ketdi. Ya'ni Xitoydan kelayotgan besimdan qutulish, ya'ni men qo'limdan kelishicha oxirigacha tirishdim degan signal. Tashqi dunyoning besimi, axloqiy majburiyati, vijdoniy mas'uliyatini ado qilgan bo'lish. Ya'ni mana shundoq siyosatchilarningki taktikalik uyullari har vaqt mavjud. Shunga bu namda demokratlar yengilgandan keyin shunga yo'qotqudek bir narsa yo'q deb qatnashayotganligi yoki yiqilishayotganligi deb tushunsak bo'ldi, yoki bo'lmasa buni men degandek Xitoy bilan Amerika o'rtasida tatmagudek chekingudek bir munosabat qolmaganligining bishar deb tushunsak bo'ldi. Menimcha ikkinchi xil tushunish texmi to'g'ri, chunki Nancy Pelosi buningdan burungi Uyg'urlarning faoliyatlariga aktiv qatnashgan va qo'llab kelgan bir ayol. Hem Amerika'nınki hozirgi yangi kabinetda o'rin olish ehtimoli bo'lgan kishilar texmi bek Uyg'urlar masalasini qo'llaydigan kishilardir. Shunga agar masalaga bu nuqtadan qaraydigan ish bo'lsa, buningdan keyin demokratlarning yaqinlashganiga emas, hokimiyatni o'ttirayotgandan keyin yaqinlashdi debchi. Cumhuriyetçilerge qarashimiz kerak. Ya'ni Marco Rubio burunqidek Marco Rubio'likni qila olamdi masalanchi. Xo'sh. Ya'ni hozirgi Kengash palatasidagi, Avom palatasidagi urg'uvchilar bor, Cumhuriyetçiler shidagi Xitoyga oid qattiq qo'l. Bular hamda kabinaga kirsa, yoki ularning partiyasi hamda hokimiyatni boshqarayotganda, ya'ni shu qurg'uylikni qila olamdi yoki kaptaga aylanib qolamdi. Onun başqa savol bor, uningga qashqish to'xtalaylik mencha. Keyin başqa savolninki javobiga ketib qolamiz. Savol chatnab ketib qoldi. Unda o'z mush savolning tarmoq başqa savolga o'tib ketaylik mencha. Bo'ldi. Shunga Amerika parlamentidagi bu tabriklash faoliyati aytdi. Tarixiy xarakterlik bir ahamiyatga ega. Endi bundan başqa sen degandek hamda İstanbul'daki faaliyetlerga kelsak, asosli hamda chet eldagi faoliyati İstanbul'dagi faaliyatlar muhim o'rin egallaydi o'anda. Cumhuriyetni xotirlashda Uyg'urlar chaq o'ltiraqlashgan bo'lg'achqa. Sen degandek hamda bu Cumhuriyet kunini bir yerda tabriklayolmaslik bizdagi bir masala. Fojia demdik yoki komediya demdik, tragediya demdik desak buldaki o'qimadim. Bu bir qancha yildan buyon izchil saqlanib keldi. Qarasang o'xshash Cumhuriyetni xotirlaymiz, ammo o'xshamagan yerlarda xotirlaymiz. Ba'zida 3-4 yerda xotirlanadi. Ba'zida 2 yerda xotirlanadi. Asosligi hamda Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlar birligi yoki qisqarsak Ma'rif jamiyati. Bular o'z oldiga bir faoliyat tashkillaydi, xotirlash faoliyati har yili. Undan keyin boshqa tashkilotlar, bo'libmi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi, undan boshqa Kona Sharq Turkiston vaqf tashkilotlari Turkiyadagi. Bu boshqa, ya'ni shu Ma'rif ailesi deb qo'yimizga. Shu Ma'rif ailesininki sirtidagilar ayrim bir tashkillar faaliyet ötküzüdü. Ma'rif'tikiler ötküzüdü. Bu bir qancha yildan buyon shundoq bo'lib kelganda, bu yil shundoq bo'ldi. Bu hamda bir noxush manzara. Chunki o'xshash bir davlatni, o'xshash bir tarixni, o'xshash bir kunni xotirlaymiz. Xotirlashdagi maqsad o'xshash. Lekin shundoq turib o'xshamagan yerlarda o'xshamagan shaklda o'tkazamiz. Ondan keyin orqadan nimishqa faoliyatlarga odam kelmaydi deb qaqshaymiz.
yeterlik adam kelmedi degan qaqshashlar bo'ldi-ku bu qatimqi tabriklash, Xo'sh. xotirlash faoliyatlariga bu. Şunu kelmaydi. Bu chet eldagi to'rtal Uyg'ur jamoatini, muajirat to'pluluğunu sen o'xshamagan tashkilotlar bilan bilib parchalab biri bu yerga, biri bu yerga chaqirsa kishilarning qaysi biri berib bo'ladi? Biriga borgani yana biriga bormaydi. Yoki buningdan umidsizlangani ikkilisiga bormaydi. Shundaqmi ya? Yoki ishlayotgan bo'lsa faqat birsiga ham ruxsat so'rab bora olishi mumkin. Ha shu, men deganim shu. Shu biriga Ha. borsa yana biriga borolmaydi. Shu ham bu avlodlarga nisbatan bu nachar bir ulgu tiklaydi. Masalan, bolalarga qanday tushuntirsa masalan. Avu islomchiti, mavu millatchiti, ular yaxshi musulmon emas. Biz taqvo yoki ular mutaassib, biz millatparvar deb tushuntiramsa masalan bolalarimga-chu. Agar nimishqa biz o yerga bormay, ma'noga boramiz deb so'rab qolsa-chu masalan hamda. Bizning o bolalarimiz yo'q, ammo bolalarga nisbatan. Chunki biz oldin qatimliq programmada bu Cumhuriyetni xotirlash faoliyatlarininki bir vatanparvarlik tarbiyasi ilib berish yo'li borligidan ig'iz ochgan edik. To'xtalgan edik. Undaq bo'lganda bu xil bo'linish manzarasi yaxshi bir ta'sirot bermaydi-da. To'g'ri. Afsus bu ko'chki tegishlik bo'lmagan bir manzara bu yil ko'rildi. Ondan keyin yillardan buyon bek ko'zga ko'rinmagan bu chaqgacha o'ttirg'a chiqmagan yana bir noxush manzara ism talash tortishi. Sharq Turkistonmi, Uyg'uristonmi degan gapni anglab ketgan, talash tortish qilgan. Ammo Sharq Turkiston deyishda ching turdik. Sababi bu ism tarixda ikki qatimliq Cumhuriyetniki qurilishi bilan birikib ketgan va hozirgacha ko'p sonli tashkilotlar qabul qilib kelgan bir qiliplashgan ism bo'lg'achqa. Hargizmi Uyg'uristonga qarshi bo'lganligimizdan emas. Shundaqqa buni oldin qatimda ta'kidladik. To'g'ri. Hamda qatim Turkiyadagi ma'rif jamiyatini asos qilgan faoliyatlarda Sharq Turkiston Cumhuriyetlerining har ikkilasi Islom Cumhuriyeti deb ataldi. Buning uchun ba'zi tanqidlar bo'ldi, takliflar bo'ldi, ammo bular umuman qabul qilinmadi. Ya'ni o'ttirg'a chiqqan manzara ularninki yana o'zining qarshini kuchab bazaganligini ko'rsatdi. Birinchi Cumhuriyetning Islom Cumhuriyeti ekanligida ikkinchi Cumhuriyetninki Islom Cumhuriyeti emasligida. Ya'ni birining oldida islom degan so'z bor, yana birining oldida islom degan so'zning yo'qligida menimcha chet eldagi umuman Uyg'ur jamoati birlik kelgan deb qarayman. To'g'ri. Bu masalani tarix nuqtasidan kirib, hamda uningki mazar teshig'i mundaq yozilgan, buning xotirasida undaq yozilgan deb tarixni qayta qurashtirishning hech bir hojati yo'q. Yani tarixdagi islomiy hodisalarni millatchilashtirma deb uningdan islom ilmiyotlarini chiqarib o'tish naqadar xato bo'lsa, tarixdagi milliylikka kuchlik, islomiylikka, diniylikka tuvan hodisalarni islomiylashtirma deb tarixni burmulashning yoki o'zgartirishning uzumi shu qadar xato. Bo'libmi hamda buning tarixiy qismini yoki ilmiy qismini tadqiqotchilarga qo'yib bersak, tarixshunoslarga, ondan keyin tadqiqotchilarga qo'yib bersak, ammo real ahamiyati kelsak, real ahamiyat deganda albatta buning siyosiy ahamiyatini ko'rsatamiz-da hamda. To'g'ri. Buning real siyosiy ahamiyatiga kelsak, buningki hech qanday foydasi yo'q, hech kimga foydasi yo'q, hech nimaga foydasi yo'q. Bu mening qarashim. Ya'ni ikkinchi Cumhuriyetni Islom Cumhuriyeti qilib ko'rsatishninki hech nimaga foydasi yo'q, hech kimga foydasi yo'q. Bizningki biri umumiy tunishimizga ixtilof, shunga ixtilof yaratadi, ixtilof beradi. İkinci Cumhuriyetninki İslamiylikini ta'kidlash, birinchi Cumhuriyetning İslamiylikini ta'kidlashga qarshi turganga o'xshashlan bema'ni. Ya'ni birov kelib, men millatchidim deb
yoki milliylikka qo'zg'alib islomga o'chtikka kelib birinchi jumhuriyatni islom jumhuriyati emasdi desa, u naqadar Uyg'urlarninki milliy birligiga xilof bo'lsa, ziyonli bo'lsa, menimcha ikkinchi jumhuriyatni islom jumhuriyati deyishmi shu qadar ziyonli. Buningki hech bir real imid yo'q, foydasi yo'q. Endi tashqi dunyoga nisbatan elib aytgandimi, bu foydasiz bir harakat. Bu faqat shuni qilayotgan Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, ya'ni Ma'rif jamiyatidagilarningki islomiy ideologiyasini qondirishdan boshqa, o'zining hissiyotini, xohishini ko'z tutishdan boshqa hech ishga yaramaydi. Mayli Uyg'urlarningki umumiy birligi jihatdan bo'lsin, mayli navbatdagi real xalqaro vaziyat jihatdan bo'lsin, ikkinchi jumhuriyatni islomiylashtirish hech nimaga foydasi yo'q, hech kimga foydasi yo'q. Bu mening qarashim shaxsan. Chunki navbatdagi dunyoda bizning o'zimizni yoki davoyimizni musulmoncha qilib ko'rsatishniki hech nimaga foydasi yo'q. Islom dunyosiningki 2014 dan boshlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida qayerda turayotganligini, kimning safida turayotganligini biz ko'rib keldik. Ya'ni islom dunyosi, islom ummatida bir narsa yo'q hozir. Falastindagi ahvoldan buni aniq ko'ra olamiz. Bundaq ahvolda bizning davoyimizni, bo'libmi tarixdagi jumhuriyatimizni islom jumhuriyati qilib ko'rsatishningki kimga yarash uchun ekanligini o'ylanib baqsaq bo'ldi. Albatta bu agar arab dunyosi yoki atalmış islom dunyosi uchun yaranish uchun bo'lsa, u chaqda tamamen xato bir strategiya. Bu bizni aztulla bo'lsinmi qo'llab kelayotgan g'arb dunyosi oldida, g'ayri islomiy dunyo oldida bizni texnik yetim qoldirishdan boshqa bir ishga yaramaydi. Bu Uyg'urlarni navbatdagi g'arb qo'llayotgan xalqaro vaziyatda texnik yetim qoldirishdan boshqa bir ishga yaramaydi. Xitoyninki Uyg'urlarni islom nomi ostida radikallik, terrorizm ostida buningga zarba berish ostida demakchi bostirishi uchun ideologiyalik bir asos yaratib berishdan boshqa bir ishga yaramaydi. Ya'ni siyosiy jihatdan olib aytganda tamamen nodonlarcha bir qilmish deb o'ylayman. Hamda yana bir tal bir inkas ko'zimga tushib qolgan bo'ldi meniki. Hamda nima deydi bu hamda bizmi siyosiy nuqtadan qaraymiz, lekin bizmi siyosiy tarix o'qib ancha-muncha tarix bilan kirganda hamda bilamiz hamda bunda bir qiziqarli inkas ko'rdim. Hamda mushundaq ataldi bu, mushundaq atadik. Tarixdan kim kuchli bo'lsa shu o'zgartiradigan narsa. Shunga buni nochangli bo'lsa o'zgartirsangi bo'ldi. Kim kuchli bo'lsa shuning oldida bo'lsin degan shaklda bir inkas ko'rdim hamda ko'rib kulib ketdim buni. Buning qanday qaraysiz? Bu yerda bundaq. To'g'ri, agar tarixni o'zgartirib Sharq Turkistonni mustaqil qila olsa, Uyg'urlarni ozodlik elib chiqa olsa, mayli chiqsin. Biz ikkinchi jumhuriyatni bo'pti, islom jumhuriyati deb ataylik. Ammo men yuqorida da'vatgandek, buning u nishonga yetishga foydasi yo'q. Buning faqat shuni da'vatganlarning diniy hissiyotini qondirishdan boshqa hech ishga yaraydigan ahamiyati yo'q. Agar sen pragmatistlik qilib, ya'ni manfaatni asos qilib, vaziyatga qarab ish qilma desangmi, unda atashning foydasi yo'q. Agar sen Uyg'urlarning umumiy manfaatini, birligini asos qilma desangmi, unda atashning ahamiyati yo'q. Agar sen tarixga hurmat qilma desangmi, unda atashning ahamiyati yo'q. Ya'ni buningki bir aqlsizlikdan boshqa ya'ni ideologiyalik bir xam xiyolning ichiga cho'kishdan boshqa, cho'milishdan boshqa ahamiyati yo'q.
Şuna ben tamamen nima deb qarayman buni? Siyosiy farosetsizlik deb qarayman. Endi bu xil farosetsizlik yoki siyosiy ko'rlik bizda oz ko'rildimi desa, oz ko'rilmadi. Qaraydigan bo'lsak, o'tgan 20 yillik tariximizda Sharq Turkiston davosidagi yoki Uyg'ur davosidagi siyosiy islomchilar mayli buning ichida ma'rif jamiyatini asos qilgan demokratik siyosiy islomchilar bo'lsin, ya'ni siyosiy faoliyatlar orqali Sharq Turkistonniki mustaqilligini qo'lga olma deydigan yoki Turkiston Islom partiyasi, Sharq Turkiston Islom partiyasiga o'xshash qurolli siyosiy islomchilar bo'lsin, jihad orqali Sharq Turkiston ozod qilma deydigan. Bular bu xil siyosiy xatoliklar sodir qilib keldi. Masalan, Sharq Turkiston Islom partiyasidagilar Uyg'urlarning bayrog'iga kalima shahodatni qatdi. Shundaq-ku? Shundoq. Hozircha shundoq ishlatyapamdi yoki ishlatmayapamdi, undan xabarim yo'q, ammo videolarda shu xil ko'rinishlarni ko'rgandim. Endi bu siyosiy sohadagi siyosiy islomchilar deylik bo'lsa, ya'ni ma'rifdagilar Sharq Turkiston Cumhuriyetining ismini oldiga islomni qilishga tirishyapti. Ikkinchi Cumhuriyetning. Buning o'zi mohiyati ideologiya bilan, o'zining siyosiy ideologiyasi bilan milliy qimmatlarni yoki milliy manfaatlarni aralashtirayotganlik. Chunki Uyg'urlarning mustaqilligini orzu qildi yoki mustaqillik kurashida qatnashayotgan kishilarning hammasi siyosiy islomchi emas yoki u jihodiy islomchi emas. Ularni bir ramka ostida, bir soya ostida tutalaydigan birdan-bir narsa mavjud o'rtaq qimmatlar. Ular bo'lsa ay yulduzliq ko'k bayroq. Uningga Uyg'urninki milliy simvolini aks ettiradigan bir narsani milliychilar qitib qo'ysa, kalima shahodatni islomni aks ettiradigan bir narsani islomchilar qitib qo'ysa, u chog'da uning o'rtoqligi qanday bo'ldi? Yo'qaydi. Shundaqmi emasmi? Shundoq. Yo'qaydi. U chog'da u o'rtoq Uyg'urning bayrog'i bo'lamdi. Sharq Turkistonning bayrog'i bo'lamdi. Har kim uni ko'taramdi. Yo'q, u ma'lum bir partiyaning tashkilotining bayrog'iga aylanib qoladi. O'xshash tarixiy imlonimi shundoq o'zgartib, o'zi xohlagancha birining oldidan islomni ilib etsa, yana birining oldiga islomni qassa, u chog'da buningdagi o'rtoqlik yo'qaydi. O'rtoqlik yo'qolgan vaqtda u chog'da ular o'zining ideologiyasi uchun, o'zining tashkiloti uchun kurash qilayotgan oz sondagilarga aylanib qoladi. Umumiy bir millatning manfaati uchun kurash qiladigan bir kuchga aylanolmaydi. Ondan keyin oqidan bizni xalq qo'llamaydi, bizni yetarli kishilar qo'llamaydi. Biz bu millatni hurlikka chiqarish uchun, ozod qilish uchun jonimizni tiqib kurash qilyapsak, bizni yetim qo'ydi deb qaqshaydigan ish chiqadi. Shunga bu xatolikni endi bo'lsa sodir qilmaslik kerak, takrorlamaslik kerak. Bayroq o'xshash qilish kerak, ism o'xshash qilish kerak. Ya'ni o'rtaq qimmatlar bilan o'ynashmaslik kerak. Bo'lmasa biz hozirgi eng tarqoq holatimizni saqlab qololmay, texnik tarqoq holatga ketib qolamiz. Çünkü bu ideologiya bilan tashkilotlar o'zining ideologiyasi va tashkilot girbi, tashkilot bayroqlari bilan bu milliy bayroq, milliy girib, yana davlat girbi, yana umumiy qimmatlar yoki simvollar o'rtasidagi farqni aniq ayirib olish kerak. Har bir tashkilot o'zining tashkilot bayrog'ini, partiya bayrog'ini loyihasi o'zi xohlagancha kelime shahodat qo'yamdi, nima ko'kturuklarning rasmini qo'yamdi, hunlarninkini qo'yamdi, kimninkini qo'ysa qo'ysin. Ammo
Eğer Şarkı Türkistan devletninki kurulganlıkıga, onun Cumhuriyet gününe hatırlavatkanlıkıga özü işengen bolsa, ondaqda onun ismi bilen oynanırsın, ondaqda onunki bayrakları bilen oynanırsın. Yoki o'ynashmasin. Shundoq bo'lgandila, andan keyin biz zamonaviy ma'nodagi millat yoki ulus salohiyatimizni shakllantira olamiz yoki saqlab qola olamiz. Andan biz xalqaro jamiyatga bir davlat sifatida qatnasha olamiz. Bo'lmasa har kim o'zining tashkiloti, o'zining guruhi, o'zining mazhabi, dini nimalarga qarab ish qilg'il tursa, o chog'da biz bir millat, bir ulus, bir davlat bo'lolmaymiz. Buni endi mushunchalik to'xtalayli. Qolgan endi terimi yaxshi, terimi birlik kelishimizga O'ngshilib qolamiz. o'ngishilib qolamiz inshaalloh. Endi keyingi bir savolga o'tib ketsak, Arfiya Alininki yapon o'tganda nimaninki parlament a'zosi, ya'ni millat vakili bo'lgandi. Endi muavin tashqi ishlar vaziri bo'lib tayinlandi. Bunun Teg'imbek suyunib oldin qitim qattiq suyungan hamda bundan keyin Teg'imbek suyundik, chunki bir Uyg'urninki bu yerga kelishi hamda bir tarixiy bir misol desakmi bo'ladi boshqa bir davlatning, balkim bundan burun jumhuriyatlar qurilishidan burun balkim bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo hamda bu zamonaviy chet elda eng chong huquq tutgan ikkinchi Uyg'ur deyishga bo'ldi. Ama birincisi o'zini itiraf qilmaydi haqiqiy Uyg'ur deb. Ham Uyg'ur uchun bir ish qilib boqmadi. Qozog'istonning tashqi nima, Qozog'istonning sobiq bosh ministri, hozirgi mahbus turmidagi. Nima ismi? Qosimovmi? Ya unutib qoldim men. Ben unutib qoldim chunki Uyg'ur uchun bir ish qilmadi. Bu kişinin Kazakistan'daki baş ministeri bu vaqtda en çok hukukluq Uyg'urda biz vatanda turlarda munbarlar gapini qilishgan. Qayyum Masimovmi? Onu unutib qoldim ish qilib. Demek onundan keyingi hamda en çok Uyg'ur amaldor deyishga bo'ladi Arfiyani. Ama birdan bir desek bo'ldi ekan. Başkalarının o'xshamaydigina, bu o'zining Uyg'urligini tushunmaydi, ham Uyg'urlarninki huquqi uchun davomli kurash qiladi, so'zlaydi. Shunga mencha millatparvar, vatanparvar Uyg'urlar chiqqan birdan bir yuqori saviyadagi Uyg'ur deyishga bo'ldi hamda. Bu haqiqatan bizni suyundirdi. Bo'libmi yoshlarga ilhom bo'ldi. To'g'ri. Bizninkimi yoshlarimizniki tirishsa, o'zi turayotgan jamiyatda ichki kabinetga kirgudek darajada siyosiy sohalarda o'rlayalaydiganligining bir jonliq isboti. To'g'ri. Hamdayliqi menmi nima o'qigan vaqtlarda siyosat, xalqaro munosabat kasblarida o'qigan vaqtda hamda masalan davlatninki o'zimizniki turayotgan davlatida o'zininki vatandoshlik bo'lmaganligi uchun hamda bak o'rlab ham buningga bak nurg'un nima deymiz, keyni turib beradigan bir destekchi bo'lmasa, o'rlayolmaydi deb qaraydi. Men ishlab qargan. Bizim bu uchrashgan vaqtda hamda bu kasbimni qo'saq baqil bo'lmaydi deb ashta bir ataydik hamda o'qiyotgan kasbimizni hamda. Ammo ijtimoiy fanda. Masalan Elfidar xonimmi bunun bir o'rniki deb Elfidar xonimni ko'rib, aslida bizmi bu şeyler kelalayotganmiz deb umidlangandim, haqiqatan xo'sh bo'lgandim. Hamda Elfidarninki nima Arfiyaninki bu Teg'imbek bir umid beralaydi hamda. Haqiqatan yuqorga o'rlayalaydiganligimizni bildiradigan bir Elfidar yaxshi qilyapti. Allohdan bo'lsam Amerika Uyg'ur uyushmasining boshlig'i. To'g'ri. Men Elfidar xonim kelgan vaqtda nihoyatda nim qilgandim. Bak asli bizning kasb uncha bo'labak
nima emaskan, unda qozoq baqil bo'lmaydigan emas, balki eng yuqur darajalik bir otliqil bo'ladigan bir kasbkan deb o'zimning o'qigan kasbidan bir shu vaqtda tig'inbek xotirjam bo'lgan tig'inbek faxrlangandim. Endi mavu Orfiyaninki tig'inbek adamni suyundirdi haqiqatan. Endi buningga qizg'in tabriklash bilan birga endi keyingi savolga o'tib ketamiz. O'tay. Oldin qaptimi Amerika saylimi to'g'riliq qizg'in paranglashgan tuqimda ma haptimi yana Trumpniki yangi kabinetiga aloqa Trump mazmunlar. bol kelgusi kabinetiniki a'zolarini Aha. e'lon qilishga boshladi. E'lon qildi. Birisi hamda Marco Rubio, anikayni Mike Wallace, elisi Stefanik, anikaynin Lisolit Ortkart maaş taqqan. Hamda hozir shu to'rtini ko'rdim. Marco Rubio hamda masalan Uyg'urlarga aloqador jiq qonunlarni chiqargan deb qaraydi ekan. Qattiq qo'l deb hamda Xitoyninkimi bir jazo Xitoy tarafidan bir jazo nimasi uchirgan-ku deymi, shunaqa deymi? Benim esimde Kılıçdaş'ta Uygurlar to'g'riliq qonunlarni sungan bo'lg'achqa Xitoyga kirishdan cheklagan-ku deyman. Eng sarang va radikal jungoga qarshi shaxs deb atabdi ekan buni. Aninkaynin nima keyingisi bo'lsa Mike Waltz. U bu hamda ma Tayvanninki nimalarga, masalan Tayvanninki nima Tayvanga bo'lgan rasxodninki azaytib etilmasligi teg'imi jiqiyish to'g'riliq. Aninkayni ma Xitoy o'quvchilar bilan Xitoy tarafdan kelgan olimlarni teg'imbek taqib elish, bularni kuzatish, oldirab nima qilmaslik, bularning jasuslik qilishga qarshi turish deganlik bir qonunlarni umuman qilib aytganda hamda hozir Trump ko'z tutayotgan nomzodlarning hammasi qurg'uvchilar yani. Xitoy qattiq qo'llar. To'g'ri. Böyle Mark Pompeo olsun, Pete Hakesh, Tulsi Gabbard, Steven Witkoff, Michael Waltz, Robert Kennedy, John Ratcliffe. Bularning hammasi ko'pincha yeni isimlarken bunun içinde Marco Rubio'dan başka Amerika'daki Uygurlar bilishi mumkin, chet eldagi başka yerdagi Uygurlarga nisbatan. Nimasiga qarab baksam, Cimaliga tarqagan. Bular Xitoyga nisbatan qattiq qo'l kelmasa, Turkiyaga nisbatan qattiq qo'l kel. Ko'pinchisi Isroiliyaning qo'llovchilari ekan. Isroiliyani qattiq qo'llaydi ekan. Jumhuriyatchilar azaldan shunday qilgandi. Umuman qilib aytganda. Shunga hamda Trumpningki bu Trumpning o'zi to'g'riliq oldin qatda biz to'xtalgan. Xitoy siyosati haqida Xitoyga savdoni keng ko'lamda savdo urush qo'zg'aydiganligini, ammo urushga kelgan vaqtda biz o'ylagandek bir urush kelgan chog'da Trumpningki men prezident bo'lgan 4 yilda qayta urush bo'lmaydi deb va'da berganligini, shunga agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, u chog'da Trumpningki Tayvanni qo'llashni urushga kirmaslikka bir cho'ng bir savol belgisi ekanligini. Bu savolga javob berishninki Bayden davriga qaraganda texnik tashkillikni tilga olgan. Ammo bu Trumpning o'ziga qartilgan bir muloyiza edi. Hamda hozirgi yeni kabinet a'zolariga qaraydigan bo'lsak, Trumpningki bu shaxsiy xohishlariga qaraganda kabinet a'zolarini tanlashi o'rtasida zidlik bor ekanda-ku. Belki ben Trump'ı tushunib bo'lmaydigan bir shaxs bo'lg'achqa, uni deganlari bilan qilganlari udul kelmasligi mumkin, onu bilmaymiz, kuzatishimiz kerak. Acayip o'zgarib turdi haqiqatan. Ammo o'xshash yana bir jihatdan bu tanlagan odamlar bilan qanchalik ishlayalaydi, bumi menga nisbatan bir savol belgisi. O'tgan bir programda ko'rdim deyman. Oldin qatimliq muddatida sening yoki yo'q. Trump davlat xavfsizlik maslahatchisi John Bolton'ni 1,5 yildan keyin almashtirib o'tdi. Undan keyin tashqi ishlar ministri
Tillerson birini almashtirib 1,5 yildan keyin Mike Pompeo'ni olib keldi. Yani cık kişilerini almashtirdi bu çok kelishilmasdan. Mesela John Bolton'u Trump en nachar davlat qabızlık maslahatchisi edi deb çok. To'xtamay urush qilayli deb ham turadi. Shu men uni vazifasini elvatdim dedi çok. Endi qaraysan hozir Trump ben so'zini jonlandiraman. Xitoyga iqtisodiy nimani, bajni, tamojni beshini ko'plab qo'yman. Ukraina urushini oxirlashtiraman. Falastindagi urushni oxirlashtiraman deb va'dalarni berib taxtga chiqdi. Endi qarasang ichki kabinetga tanlagan odamlari, kabinet a'zolari ko'pinchisi İsrailiyani oxirigacha ot deydiganlar. Falastinga bombani o'qnichu. Hamasni yıldızdan qurtib bo'ldi deydiganlar. Ondan Xitoyga nisbatan Xitoy Amerikaning keng cho'ng dushmani, Tayvanni qo'g'dash kerak deydiganlar masalanchu. Ukraina urushiga nisbatan albatta bularning ichida ba'zilari Rossiyani mag'lub qilishni o'ylasa, ba'zilari agar biz Rossiyaninki ba'zi andishini tushungan bo'lsak, Ukraina urushi portlamagan bo'ladi. Shu Ukraina urushini oxirlashtirish kerak deydiganlarmi bormi-chu? To'g'ri. Ya'ni Ukrainaga o kadar Amerikaninki mablag'ini isrof qilishning, xarjlashning hojati yo'q deydiganlar. Ya'ni Ukrainaga nisbatan xo'sh xabar emas, shum xabar emas. Demasam Trumpning saylanishi ularga nisbatan shum xabardir. Ammo Isroilga nisbatan xo'sh xabar. Kabinetga qarasang-chu hamda. Turkiyaga nisbatan shum xabar. Xitoyga nisbatan shum xabar. Masalan, boshqa davlatlarni bir endi biz qarab bilmaymiz. O'zimizga tanish davlatlarni misol beryapman. Hamda bu kabine a'zolari bilan kelganligi bizningki Trumpninki savdogarlik xarakteri, manfaatparastligiga bo'lgan andishimizni biroz besiqtirib, umidvorlikqa yetaklayotdi. Umidvorlik kelib qo'yapti. Ya'ni Trump o'zi undaqroq bo'lsa-mu, lekin hatto Trump Uyg'ur degan nima deb so'raganga Javhariy Mansurga vaqtda. Ya'ni shu qadar Uyg'urlarni tanımaydigan bo'lsa-mu, ammo Marco Rubio'ga o'xshash siyosatchilar Uyg'urlar bilan yaqin aloqa qilib kelgan yillardan buyon. Hatto Tashqi ishlar jurnalida Trumpninki ichki kabinet a'zolari birla vaqtda Uyg'urlarning huquqini qo'g'duvchilar deb nima xabarimi chiqdi. Bularni qarasang hamda amaliy ish qildiganlar shu kabinet a'zolari hamda prezident ta'min qilib bo'lmaydi. Yana bizga bir umid berdi-da, undaq bo'lsa tamamen nima bo'lib qolmagudek, Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatining qurboni bo'lib ketmagudekmiz degan bir umidni berdi. Ammo yana bir andisha Trumpninki bular bilan 4 yil ishlayolmasligi. Chunki bu kishilar o'ziniki agar Xitoy qarshi shu qattiq qo'llig'ini saqlab kelsa, Trump Xitoy bilan ba'zi yerlarda murosasa qilmadi desa, bular unumsa masalanchu. O chog'da vazifasini elib o'tadigan yoki istiqbol beradigan ish chiqadi. To'g'ri. Ammo nimalar bo'lmasin, hozir tanlangan kishilarning hammasi bizga nisbatan Biroz ko'nglimizni xotirjam qildigan. Umid beradigan, ko'nglimizni xotirjam qildigan kishi. Ya'ni oldin qaптadagi bizniki andishimizni kabina a'zolarininki tanlanishi biroz besiq turgan bo'ldi bir hisobda. Endi buningga qarab boqaylik. Buningga endi oldimizda cho'jini ko'zda sinaydigan bir gap bor endi. Vazifaga o'tdimizda. Qolganiga bir qarab boqaylik. Endi keyingi savolga o'tib ketsak, Baydenning Xi Jinpingning ko'rishishi. Dushanba kuni deyman. 10-islam shu Lima shahrida, Peruning Lima shahrida ko'rishibdi bular. Yani buningki o'tgan bir jiddiy bir urush chiqib qolmasligi uchun bir aloqani texmi yaxshi rivojlantirish uchun adam evatib qilgan emasmi? Shuni texmi yaxshi saqlab qilish to'g'riliqroq maslahatlashibdi. Endi buningki
asosliq deyilgan gap yana shu. Ya'ni Amerika bilan Xitoy biz-bizning raqib ekanligini, raqobatninki urushga aylanib ketish ehtimolligi borligini qabul qilib bo'ldi. Shunga bu qatimqi suhbatlar Bayden ikki davlat o'rtasidagi raqobatni kontrol qilg'ili bo'ladigan saviyada saqlab qilish nihoyatda muhim. Bu qaysi bir taraf mas'uliyatsizlik qilib ishni chegirdan chiqarib yoki chegirdan chiqarib o chog'da har ikki davlatninki manfaatiga, hatto dunyoning manfaatiga ziyon olib keldi degan gapni qilganda Xi Jinpingmi to'g'ri shundoq biz dunyoninki tinchlik uchun, dunyoning bexatarligi uchun hassa qo'shishimiz kerak dedi. Ya'ni har ikkilisi masalaning jiddiyligini his qilib yetiglik. Shunga biz burun degandek Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi hozirgi munosabat tarixdagi eng nachar vaziyatga keldi. Bu yerda ikki davlatninki siyosat belgilovchilarining qilishga tirishayotgani bu munosabatni tamoman kontrol qilib bo'lmaydigan holga kelishni saqlab qilish. Siyosatninki yana bir ma'nosi murassa qilish san'ati-ku. Yani siyaset degan nima desa, uning bir ta'biri murassa qilish san'ati. Ya'ni murassa qilib ma'lum saviyada saqlab qilish. Agar uni u saviyadan chiqarsa, urushadigan gap yoki munosabatlar tamoman uzilishga qarab mavdu. Bundaq bo'lganda qo'sh bisliq xanjar har ikki davlat ayazor ziyon tortadi. Bu qadimgi uchrashuv sen degandek Pironinki Limada bo'ldi. Emniyatda bu rasmiy uchrashuv emas, balki yig'in oraliqida çay kahve içishni onda yoki undaqmi deb ketmaylar. Yig'inga kelganlarning hamda bosh vaqt tepib uchrashishi. Bayden taxtga chiqqan 4 yildan buyon Xi Jinping Amerikaga kelib yoki Bayden Beijingga borib rasmiy bir cho'ng uchrashuvlar bo'lmadi. Mayli Balidagi uchrashuv bo'lsin yoki boshqa yerlardagi uchrashuvlar bo'lsin, hammasi cho'ng xalqaro yig'inlarga qatnashish jarayonida fursat chiqarib uchrashuvlar bo'ldi. Buningdan ham Amerika bilan Xitoy munosabatiningki yiriklashib, haqiqatan nachar holga kelib qolganligini ko'ra olamiz. Chunki boshliqlar saviyasidagi ziyoratning bo'lishimi ikki davlat o'rtasidagi do'stlikninki, hamkorlikninki bir ko'rsatkichi. Shundaqmi? Shundoq. Masalan, sen bilan do'st bo'lsam, eng yaqin bo'lsam, uyga chaqirma. Sen meni uyingga chaqirsan, yo'qlashimiz. Agar bek yaqin bo'lmay qolsak, bolalarni avval qo'ydigan gap. Agar texnik yaqin bo'lmay qolsak, chaqirsam bo'lmaydi. Yomon gapni qilishib bolalar bilan. Ha, chaqirsang bo'lmaydigan gap. Boshqalarga chaqirib kelaman, boraman deb qo'ying deydigan gap. Agar texnik yomon bo'lsa, tillashadigan gap birisi bilan. Shunga bu qadam uchrashishmi shu yig'in oraliqidagi uchrashuv. Yig'in bo'lsa Osiyo tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbiri. Bu 89-yilda qurilgan shu Osiyo tinch okeanininki A tarafi bilan, ya'ni Xitoy, Indoneziya, Yaponiya bilan tinch okeanininki bu tarafi, ya'ni Latin Amerika, Kanada, Peru qatorliq davlatlar o'rtasidagi bir hamkorlik. Osiyo tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbiri. Bu asosli iqtisodni asos qilgan bir munbar. Bu yilda bir qatim boshliqlar yig'ini o'tkaziladi. Bu yerda hamda Tayvan bor, Hong Kong bor. Bu davlatni asos qilgan emas, iqtisodiy gavdalarni asos qilgan. Shunga iqtisodiy gavdalarni asos qilgan bo'lg'achqa Xitoy bir iqtisodiy gavda, Hong Kong ayrim bir iqtisodiy gavda, garchi Hong Kong Xitoy qarashli bo'lsa-mu, Tayvan yana bir iqtisodiy gavda. Shunga iqtisodiy gavdalar bir birlik sifatida qatnashadi bu yig'inga. Bayden oldi bilan Tayvanninki mas'uli bilan vakili bilan ko'rishdi. Ondan keyin Xitoyniki Xi Jinping bilan ko'rishdi. Asosligi sen degandek shu ta'kidlangan narsa, biz raqobatimizni realistin chiqarib etmayli, bir-birimiz bilan baslashini deb urushib qolmayli. Gap bo'lsa degan nuqtaga yig'in chaqlandi. Unda bo'lsa, buni shunchalik to'xtalaylik.
Endi Ukraina urushininki hisobda 3 yilga qadar mumkinligidan yo'q. Demde Ukrayna aha, atlab o'tolmaymiz-da undan. atlab o'tkil bo'lmaydi shu mumkinligi. G7 yig'inida shuning demde o'zi bir aqır bayonot e'lon qilgan bo'pti buning qarta har davlatlar buning qarta bir o'zining ko'z qarashini degan bo'pti shuning qarta bir to'xtalib o'tamsiz. Ukraynanınki vaziyatida hamda jiq o'zgarishlar bo'lib ketdi o'tgan bir 2 hafta mobaynida. To'g'ri. Uni hamda azroq yig'inchoqlasak, oldi bilan siyosiy jihatdan boshlaylik. Amerikada Trumpning saylanishi Ukrayna va Rossiya uchun, shundaqla Yevropa uchun yangi bir davrning boshlanganligi. Shuning uchun hammaylar Trumpningki davriga moslashish uchun, Trump davriga moslashish uchun tirishyapti. Hamda Trumpning saylanishi Ukrayna uchun Amerikaning Ukraynani shartsiz cheklamasiz qo'ymaydiganligi, bir nuqtada Rossiya bilan ittifoqlashishga, suhbatlashishga zo'rlaydiganligidan darak beradi. Yevropa uchun Ukrayna urushini o'z ustiga elish agar davomlashtirmaydi yoki davomlashtirmaydi desa Rossiya bilan yarashishdan darak beradi. Rossiya uchun Trumpning saylanishi ko'proq zimin elib olib, Ukraynadan ko'proq yer yulib olsam va uni o'zimning qilib olayman. Shu orqali 2014dan boshlab ilib olgan Qrim va Lugansk, Donetsk qatorliq rayonlarni qonunli holatda Rossiyaning zimini qilib itiraf qilg'iza olayman degandan darak beradi. Shu bir umiddan darak beradi hamda-chu. To'g'ri. Degandek bo'ldi. O'tgan hafta Zelenskiy o'tgan 2 yil mobaynidagi eng yuqori gapni qildi. Biz Rossiyani qo'g'lab chiqaramiz, Qrimni qaytarib olamiz degan ulug' shiorlar tugadi. Buning o'rniga Trump tinchlik elib keladi. Trump hukmronligi ostida, hokimiyat ostida Ukraina urushi tezlikda oxirlashadi. Biz tinchlikni 2025ning oxirigacha diplomatik yo'l bilan amalga oshiramiz. Tinchlikni suyamiz, bizga tinchlik kerak, ammo adil bir tinchlik bo'lsin dedi. Ya'ni Zelenskiy Trumpningki kelgusi siyosatiga o'zini tayyorladi degan gap. Ma'qul, men urushni davomlashtiraman deb turolmay, men yarashay, ammo bu yarashtirish adil bo'lsin deyishga o'tdi. Ya'ni Rossiya ilg'aganning hammani o'zidan qilib men uttuganning hammadan quruq qolmay, bu yerda bir adil, ya'ni hech bo'lmaganda ma'mu bir narsa berilgan asosda bo'lsin dedi. Ya'ni bu Ukraina uchun zaharni yutgandek bir narsa hamda. Urushib nurg'un badallarni to'lab oxirida yana uttuğanga temberdiğen iş bolsa, demiş ki baştalam tembermedin degan gap chiqadi bu yerda. To'g'ri. Hamda Yevropaga kelsak, Germaniyaning bosh ministri Olaf Scholz Ukraina urushi portlagan 2,5 yildan buyon tunji qatam Putinni telefon qilib Adaşladım. Putinni izladi. Ya'ni Yevropaninki Ukrainaning keyinda tag'dak turmaydigan mavqesi afsus tavridi. Putinga telefon qilib Ukrainadan askar chekindi dedim deb xabarlar shunday chiqdi. U nima deb chiqishi muhim emas. Muhimi uninki Putinga telefon qilganining o'zi Yevropaninki Ukrainadan Rossiya askarlarini qo'g'lab kurtib chiqarish strategiyasininki tavriganligining bishorati. Buning o'rniga yarashish stalning kelayotganligi. Chunki Amerika qo'llamagan bir Yevropa Ukraina urushining yukini yolg'iz ko'tara oladi.
Eğer götürmez götüreleydi o. Ama götürüşünü halamdı, halamaydı. Natayın. Çünkü ötken 2 yıl mabeyinde Avrupa Ukrayna'ya yardım berişte hakikaten Biden'ın zor tırışçılık olan bir sebep bulup küçük bir gevde göstergen bozumu, gevde körsetken bozumu ama hal kılgıç galbini kulu keltügüdek yardımını biremedi. Mesela belgen kurallarını Rusya'nın işçiye atmayı sebep şart koyuşları, andan keyin vaqtida bermasliklari, Angliya bireyli dese Fransiya bermayli degan, Fransiya bireyli dese Germaniya bermayli degan, Yevropa İttifaqı ortaq qarar alanmay ba'zi davlatlar o'z oldiga sen bermasang men birey deb bergan masalanchu. Shundaq bir manzarani ko'rdik. Demak, Yevropaninki ojizlashganligini ko'rdik. Yevropaning urushga bardoshlik berolmaydiganligini ko'rdik. Yevropa xalqininki, Yevropa generallarının, askerlerininki ölgüsü yoklukunu gördük. Uruşның Avrupa'ya yamrışıdan korkudu, ensireydi. Ama uruşqa kirişdən texmi korkudu. Şunu Ukrayna'ya yardım edilse, vermediyse. Bu qatımki Germaniya hükümeti Trump saylanğandan keyin çoğulup gitti. Sebebi hükümet birleşme hükümetiydi. Birleşme hükümetininki öktüçüleri Ukrayna'ya yardım berishni rad qildiganlardi. Rossiya bilan yarashish kerak deydiganlardi. Bu urushni davomlashtirolmaymiz deydiganlardi. Shuning bilan hukumat cho'g'ildi. Hukumat cho'g'ilgandan keyin Germaniyaning bosh ministri Olaf Scholz o'tgan hafta Putinni telefon qilib izladi. Yani bunu davlat ichi siyosati bilan tushunishga bo'ladi. Chunki davlat ichida biz Ukrayna'ni yalğız qo'llab bo'lmaymiz. Shunga Rossiya bilan yarashish kerak deydigan o'qituvchilarning bisimi bor. Tashqi siyosat bilan tushunishga bo'ladi. Tashqi jihatdan Yevropani orqasiga olib turib, birlashtirib turib Ukraynani qo'llaydigan Amerika yo'q. Shunga Yevropaniki mavqesining tunji o'zgarishini nimadan ko'ryapmiz? Germaniyadan. Albatta o'xshash inkas qaytulmadi. Angliya agar Amerika Yevropa Angliya agar Yevropa Ukraynaga yordam qilmasa, o chaqda biz buni ustimizga kelishimiz kerak. Hatto biz askar avatishimiz mumkin degan gaplarni bu qildi Angliyaninki sobiq amaldorlari. Ya'ni Yevropa hamda chot suqavatidir yoki hisob suqavatidir. Amerika bo'lmagan ahvolda biz Ukrayna urushini davomlashtira olamiz yoki tashlab chiqamiz degan masala Yevropaning oldidagi chong bir masalaga aylandi. Endi Rossiyaga kelsak, Rossiya uchun degandek bu Amerikaninki Ukraynani qat'iy qo'llamasligi, ya'ni qat'iy qo'llamasligi degani malaqa og'ichi qo'llamasligi Rossiya uchun bir xo'sh xabardi. Rossiya o'tgan bir qancha haftada Ukraynadagi hujumninki salmoqini intayin oshirdi. Ve Ukrayna besib olgan Rossiya zeminiga askarni kuchaytirganligini xabar qildi Kurskka. Yani Trump hokimiyat beshiga kelib bo'lguncha Rossiya Ukraynaninki texnik ko'p zeminni besib olib ve Ukrayna armiyasi besib olgan zeminlarni qaytarib olib, üstel üstüge kelgan vaqtda Rus kuchli holda kelishni o'ylashyapti deyishga bo'ldi. Putin o'zininki maydonni yana bir qatim ta'kidladi. Rossiya tinchlikqa tayyor, suhbatga tayyor, ammo shartimiz birinchidan biz boshida deb kelgandek Ukrayna NATOga a'zo qilinmasligi kerak. Ukraynaning NATOga kirmasligiga kapolat berilishi kerak dedi. Birinchi sharti, boshida deb kelgan sharti shu. Ikkinchi sharti yeni sohbet, yeni kelishim konu hamanını sormaslık gerek. Yeni vaziyetini asas kılış gerek dedi. Bunun ma'nosi nima? Bunun ma'nosi agar fikrimni qaytarib olaman, Luganskni, Donetskni boshqa men allaqachon askarlarimni chiqarib jon tikib bo'lgan shaharlarni
qaytırıp dese bu akmaydı demekçi Putinço. Konu şartlar demez, yeni şartlar bilen dişeylemdi demekçi. Hmm. Yani kolamda kalkan iş bolsa yeni aldığı yerlerden vazgeçsem meyle. Ama sen alqaçan ep boğallarını mı bədeydi karşı olsa undaq iş yok demekçi. Şuna Rusya bu cihetten ilgirləvatıdı. Ukrayna bayı dep ötkendek Trump'nınki yeni siyasetini bastırış için hiç bulmaganda adil bir tinçlik bolsun. Tinçlik zulüm üstüge Rusya'nınki bizden zeminimizden besiveleşi bedligi kolu kelmesin degan bir şaratni berdi. Ukrayna'nınki vaziyeti yani çok siyasi cihetten muşkil ahvalda. Hem de harbiy cihetten elip etsak Rusya degandek ötken bir hafta mabeynida Ukrayna'daki hücumunu tizleştiriyotidu. Ukrayna mı bütün gücü bilen o'zininki iqtidarını namoyon qilyapti. Ya'ni Trump hukumatiga yoki Yevropaga men oxirgacha elisha olmayman. Menga qurol bersanglar, pul bersanglar men undaq amalsiz urushni oxirlashtiradigan holga tushib qolmadim. Shunga meni qo'llasanglar bir yerga bora olasizlar deganni isbotlash uchun bor kuchi bilan tirishyapti, yetishyapti. Her iki tarafın atkan uçkusuz aeroplanları, dronları birbirinin paytaxtlarga chiberib uya bu yerlarga tushyapti. Endi aldığımızda yana 3 ay 11. ay 12. ay 1. ay desek 2 aydaki vaqt bor. Bu Biden'ninki vazifani Trump o'tkazib bergichi bo'lgan vaqt. Endi mushu vaqtning o'zida Biden hükümeti Ukrayna'nın bexatarligini kapolatga qilish uchun buchoqcha va'da qilgan qurollarni yordamlarning hammani berishi mumkin deb qaralyotidu. Va Biden eng oxirgi prezidentlik huquqidan foydalanib yana ba'zi qarorlarni elishi mumkin deb qaralyotidu. Agar endi Biden kelgusi 2-3 ay ichida zo'r bir o'zgarish paydo qilgudek derecede yardım berelise Ukrayna uruş vaziyetinde biraz özgürlüş buluşu mümkün. Yani Ukrayna'nı biraz teşebbüskar haletke et çıkarışı mümkün. Bulmagan ahvalda hazırki vaziyetindeki terakkiyatı Ukrayna'nı pasif tarafke Rusya'nı aktif tarafke karab yeteklevatıdır. Onda olsa aşının qo'shib ketgan yani tarmoq bir savol bor. Yaponiya tashqi ishlar vazirininki nimaga berishib chiqdi? Ukrainani ziyorat qilish. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Ukraynaga bordi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Ukraynani ziyorat qildi 16-yillar. Endi Yaponiya tashqi ishlar vazirininki Ukraynaga berishi o'zing deb baqa nima uchun? Endi menchi bo'lgan vaqtida mavaliq Çavuşan'ın askeri avatib degandek bir ishlar. Doğrulaşım. Aldın qatın biz deyishgandek Koreya kuzatuvchi qism avatadigan bo'lgan va Ukraynaga yordam beradigan bo'lgan endi ishning ichiga Yaponiya kirdi. Chunki Çavuşan'ninki Ukraynaga askar avatishi Çavuşan'ninki harbiy kuchininki oshqonligi va ig'vogarchilik rolunu oynaydı. Çünkü bir devlet, yani düşman devlet başka devletke asker evetti. Bununla qarab turamaysan. Şuna Yaponiyanın tashqi ishlar vaziri Ukraynaga berip biri Ukraynaga yordam berdiganligini, Ukraynanın yendi turdiganligini ta'kidlasa, düşmanning düşmani do'stim shundaqmi? To'g'ri. Yaponiya bilan Rossiyaningki demismi munosabati uncha yaxshi emas. Bularning oral talash tortishi bor Sharqiy dengizda. Endi Yaponiya bilan tarixiy dushman bo'lgan Çavuşan'ninki Rossiyaga yordam berib Ukraynaga askar atishi bu Yaponiyaga bir signal.
Şuna Yaponiya bir siyasi cihetten Ukrayna'ya yardım beriş, Ukrayna'nın yanında tuğallıkını göz düşün. İkinci biri Çavşen kısımlarındaki Ukrayna'daki can kılış ahvali vaziyetini biliş için yani bulguyla kançılık etiş alaydıken depço. Bunu bilip bakış için yine biri hem de Ukrayna'ya kandak yardım beriş. Ukrayna'ya kandak yardım berip Çavşenni Ukrayna'da bolsa kançılık mağlup kılış. Katarlık timlarını sözleş için Kiev kubadı. Bunu biz şu yanılam şu Kore yerim arlığındaki vaziyetini bağlap düşünsek buldu. Muşunchalik to'xtalaylik bu hamda yani aldığımız yana to'xtalamiz bununla. Hı hı. Hamda yana Xitoyga kelaylik. Ya, Xitoyga tabii. kelaylik. Xitoyninki mau yangi tafsir, ya'ni Qur'onning yangi tafsirini Ha, 10 ayning 29 kuni e'lon qilibdi Islom jamiyati. Yani buni hamda bir selishtirishga nima bo'lmadi. Hamda bunun hamda Xitoy necha vaqtdan yoq deb kelayotganda islomni İslam dini Jungochilashtirish, ya'ni Xitoylashtirish Xitoylaştırış. Ha. degandek nimalar bor demasdan. Bunun qarta hamda mencha mos qadamda ep berilgan bir xizmat deb qarayman buni. Yoki Ha, tilni bu tutib şu ketishdan Muşay'ınki yak Muşay'ın depti ben. oldin qayna. Aldın kaydınki 29. günü şu Cumhur İslam Cemiyeti, Xitoy Cemiyeti yenidən nəşr qılınğan Qur'an təfsirini elan qilish yığını açtı. Bu yığında Dövlətlik Din İşləri İdarəsi, Birlik Səb Bölümü, o bu degəndək Xitayninki din ilə münasibətlik orqanlarının başlıqları bu təfsirninki İslam dinini Xitayçılaşdırış, Müslümanların Xitay cəmiyyətində yaşaşqa maslaşışını ügünüş ve İslam akidelerini takım yaxşı düşünüş için gayet mühim bir körsətküç karakterlik kural kitap ekanligini ta'kidledi ve bunu her qaysı mescitlerdeki, camilerdeki dini zatlarınki derslik kılışı, Xitoydagi dini institutlarınki, şövallarınki bunu bu taliplarga ügütüşü kerakligini ta'kidledi. Yana yeni çıkan haberlerde Nilşadaki dini işler idareleri, dini tarmaklar konu Kur'an tefsirlerini yığılıp, konu Kur'anlarını yığılıp, bu şu yeni tefsirini kişilerge mescidlerge takdim etkanlıkı haber kılındı. Bunu hem de biz ötken 10 yıl mabeyinde dep kelayotgan şu İslam dinini Xitoyçılaştırış o çoğu siyasetinki bir parçası dep desek buludu. Şu Xi Jinping tahtga chiqqandan buyon İslam dinini Xitoyçılaştırış, Hristiyan dinini Xitoyçılaştırış, Budda dinini Xitoyçılaştırış, Budda dini demişim Xitoyçılışıp bo'lgan burun konzum medeniyeti bilan birleşip ama pekrek Xitoyçılışanmagına İslam dini. Şuna şu İslam dinini asaslı Xitoyçılaştırış siyasetini yol koygan. Bu dairede hazırgacha nurgun mescitler bunun olmagan yoki yenidan Xitoy ustobidagi mescitler silindi yoki silinmedi. Yoki mescitlarninki kıyafetleri o'zgartirilib, masalan mihroblari, munbarlari, munarları, ay yulduzluk, hilal belgiler bular o'zgartirilib yoki ilib o'tilib bu Xitoyninki an'anaviy binokorligiga o'xshaydigan xuddi ravoq yoki nima deymiz mutxonlarga o'xshaydigan bir shakllarda qaytadan loyilab chiqildi. Qiyofetlar jihatdanmi bizningki vatanda Uyg'urlarni Xitoycha kona eski tuski kiyimlarni kiyishga majburlayotganligi bir haqiqat. Hamda Qur'onning tafsirini Xitoychalashtirish haqida bu yengillikmi emas. Oldingi bir necha yil mobaynida bu xil ishlar xili ko'p yuz berdi. Masalan, Uyg'urcha Qur'onnimi
Abdunum rayonluq dini işler idaresi İslam dini cemiyeti ular birleşip qaytadan tercüme kılıp çıkan. 2013 çıktı o deyme. Şundak o. Şundarak yadımda var. Şu vakitte mi Uygurlarınki tor dünyasında gulgulu kozulgan bu. Ondan başka 2019-20'lerde mi Xitayda şu yeni tefsirler, yeni dini kitaplar hakkındaki nimeler, talaş tartışlar bulup durgan. Şuna bu qatimki yeni tefsirinin e'lon qilinishini Xitoyninki shu dinni, islom dinini xitoychalashtirish va uni kommunist ideologiyaga moslashgan holda Xitoyninki davlat sistemasi bilan qarshilashmaydigan mo'tadil, yavash, muloyim gap anglaydigan bir din qilib qaytadan yasab chiqish urinishininki bir qismi deyishga bo'ldi. Endi bu Xitoyninki islom dinini xitoychalashtirish tirishchanligi ajoyib radikallashdi. Bizning vatanda irqiy qirg'inchilik darajasiga berib yetdi bu. Ammo Xitoyninki ichki qismidagi Ningxia yoki nima Kunming qatorliq shu Xitoy musulmonlar Tungallar nuqtaliq o'ltiraqlashgan rayonlarda xeli g'aljirlashdi. Ba'zi an'anaviy masjidlar yıkıldı yoki uninki shakli o'zgartirildi. Xitoy bu siyosatlarni izchil davomlashtirib kelishidan menimcha shu islom dunyosininki buningga sukut qilishi, Xitoyni bu jihatdan ayblamasligi, o'zining maydonini ta'kidlamasligi muhim omil deb o'ylayman. Masalan, Sharq Turkistonda masjidlarni, jamilarni yıkışda Xitoy hech nimadan qo'rqmadi, hech nimadan tortinmadi. Ammo Tibetda butxonlarni yoki Tibetliklarninki milliy narsalarni o qadar yıqolmadi, cheqilanmadi. Buningda endi Tibet buddist o'qachqi Xitoy madaniyatiga yaqin bo'lganlik ehtimolligi bor. Ammo eng cho'ngi Budda dinini terrorlik, radikallikqa bog'lab turib, dunyoda uni bostirishni qonunlashtirolmaydiganligida. Hindistonninki va boshqalarninki bu jihatda kuchli Xitoyga qarshilik ko'rsatmaydiganligida va Yevropa, Amerikalarninki bu masalalarda Uyg'urlar masalasiga qaraganda bekrak jiddiy ekanlik bilan munosabatli deb o'ylayman. Endi Uyg'urlarninki masalasi kelganda, bo'libmi Sharq Turkistondagi shu diniy o'rinlarni yiqish, kitoblarni ko'ydirish, bostirish mush jihatlarda Xitoyning bekrak jasur bo'lishida Xitoyninki bu xil siyosatlarni muvaffaqiyatli holatda terrorlik qarshi turish ramkasi ichiga kirgizganligida va buni mayli islom davlatlarida bo'lsin yoki Yevropa, Amerikada bo'lsin belgili darajada oquzalaganligida. Albatta Amerika diniy erkinlik nuqtasidan chiqib turib buni tanqidlab keldi, ayblab keldi. Shunga haqqa qilishimiz kerak. Ammo Budda diniga nisbatan islom dinini bostirish yanılam oson. Chunki 11-sentabr voqeasidan keyin kelib chiqqan xalqarodagi islomga qarshi vaziyat, Talibanninki radikalligi, undan keyin chiqqan Daeshninki radikalligi yaratgan atmosferalar musulmonlarni bostirishni bir xil qonunlashtirib qo'ydi. Ya'ni radikal, terrorist yoki oshqun degan gaplarni ishlatish orqali bu kishilarni bostirishni dunyo tushundigan bir holga keltirib qo'ydi. Shuning uchun Xitoylar Uyg'urlarninki masjidlarini bemalol chiqib, yiqib, Qur'onlarni ko'ydiradi. Va bu tufayli Amerika Yevropadan boshqa kishilik huquq, diniy erkinlik nuqtasidan chiqib ayblagandan boshqa islom davlatlaridan, musulmon davlatlaridan hech bir raddiya javob olmadi. Uning o'rniga hanin bo'lsa Uyg'urlardek yavoyi qaloq oshqun millatni tarbiyalab madaniyatlik qilib qo'yapsizlar degan olqishni oldi. Ya buni ochiq aytsak, ya'ni Uyg'urdek bir musulmonni kofir qilibsizlar, buning uchun biz sizlarni olqishlaymiz, qutlug'laymiz degan gapni
Xitoy islom dunyosidan, islom hamkorlik tashkiloti vakillaridan, Pokistondagi sotilgan mollalardan, arab va turkniki sotilgan gazetchilaridan, muxbirlaridan, siyosiy yo'llaridan oldi buni. Bu olqishni oldi. Shuning bilan texmo dodalalat elib bordi. Va Uyg'urlarni bostirishdan dunyoda bularniki faqatla negisi yo'q ekan. Hech bo'lmasa Tibetlarni ozroq g'alvis qildiganlar bor ekan, ammo bularninkini yo'q ekan degan o'yga keldida. Shunga eng radikal holatda islomni xitoychalashtirish yoki to'g'ri qilib aytganda islomni yo'qotib uni o'rniga Xitoy madaniyatini dastatish Sharq Turkistonda eng radikal shaklda elib berildi. Shunga bu qatimqi Qur'onning tafsirini xitoychalashtirishmi Xitoydagi xil urinishninki davomi, ammo islom dunyosidan yoki musulmonlardan cho'ng bir qarshilik keldi deb o'ylamayman. Agar mushu ishninki o'z aynısini Amerika qilsa yoki Yevropa qilsa, biz bu chaqqa Turkiyaning ko'chalarida yoki Pokistonning ko'chalarida, Eronning namoyishlarning qaynab ketganligini, xalqlarningki Amerikaning bayroqlarini ko'ydirib ketganligini, Erdo'g'anning bir tarafdan, Xameneining yana bir tarafdan vaqirib, chaqirib, dunyoni beshiga kelganligini ko'rgan bo'lardik. Afsus, buni Xitoy qilganlik uchun to'g'ri tushundi. Chunki Xitoy bularga nisbatan islomning dushmani emas. Xitoy qilsa to'g'ri qilgan bo'ldi. Endi buni mushinchik to'xtalaylik. Riyodda chaqirilgan favqulodda deydi. Favqulodda arab islom elleri. Favqulodda ko'zbo'yonchilik yig'ini. Favqulodda işte yig'in bo'pti deydi. Bo'pti deydi. Shu, men aldım shu o'tgan hafta aldım deb qo'ydim endi. Anaqa ko'zga ilmaganligim uchun. O'tgan hafta Riyodda islom va arab ellari boshliqlar yig'ini, favqulodda yig'ini chaqirildi. Falastin bilan Livandagi vaziyatni muzokara qilish uchun, Isroiliyaga qarshi turish uchun. Amaliyotda bu bir ko'zbo'yonchilik yig'ini. Arab islom tashkilotlari izchil turda shunday yig'inlarni etish orqali o'zining xalqini yoki o'zini deyli bir ish qilayotganda ko'rsatishga tirishadi. Bu ma'lum ma'noda bizningki Uyg'ur tashkilotlariga o'xshab qoladi. Yig'inlarni etish orqali bir ish qilayotganligini ko'rsatish. Chunki mavjudlikni ko'rsatishing kerakda. Bo'lmasa kishilar yo'qolib ketdi bular. Hech qilmadi deb o'ylab oldi. Shunga bularningki bir ish qilayotganligini ko'rsatish uchun shunday yig'inlarga ehtiyoji bor. Shunga bular haqiqatan shunday islom dunyosida, arab dunyosida jiddiy bir krizis yuz bergan vaqtda bir qatim yig'in ichib, masalalarni muzokara qilib, koni Xamenni yana qayta so'rab o'tib, taqab. Shunga bu qatimqi Riyodda ochilgan islom ellarininki boshliqlar yig'inimi mushtaq bir yig'in. Men bu to'g'riliqcha so'zlashni xohlamayman, chunki arzimaydi. Bu yig'inda Erdo'g'an mubatdi. Dunyoninki islomninki g'alvisini qildigan raislarning hammasi bor, Eronninki, Turkiyaninki, u yoqning bu yoqninki. Lekin yaramaydi, bir ishga yaramaydi. Saudiyaning shahzodasi Falastinni mustaqil davlat qilib qurib chiqish uchun tirishchanlik ko'rsatilishi kerak debdi. 67-yilgi BDT qarornomasiga rioya qilinishi kerak. Sharqiy Yerusalim Falastinninki poytaxti qilinishi kerak. Buning uchun tirishish lozim debdi. Yo'q, kulgim keldi bu odamlarga. Kim tirishidi? Men tirishamdan, sen tirishamdan. Necha islom davlatininki, musulmon davlatining raislari shu yerda to'sa. Erdo'g'an to'sa. Shundaqmi? To'g'ri. İran'da yeni prezidentini unutib qoldim, ismini tutib bilolmadim degan. U to'sa o'zing shahzoda Saudiya Arabistonininki, islomninki markazi Makka, Madinaninki boshliqi to'sang, sen tirishmasan kim tirishadi endi?
Sen bilen men tirişamdoq. Biz şöyle. Ya bular şu quruq gap qilib, şu taqaydi şu. Meylemde qanday qilamiz? Şu aşiqatlarning gibini qilsam achig'im kelib qoldi şu. Meylemde. Tema qizsin deb. Keleyli yana Xitoyga. Anikenin tugmedi. Ma'nın kendinden taqa bir körümünümüz biraz so'rab diken şuna olmazrak cevap berip etişimiz mümkün. Balduraqlam tugiteyli çünkü normal bir yarım saat qıqıvatıdı. Hazır bir saat nazıraq eşipdi. Şu ma en ahırı sualını tugiteydi ama körümünümüzün sualını bir akırımda bir cevaplayıp ötüp giteyli dep oylayım. Ben suyungen bazı bir mesele battı şu an. Bo'ldi. Juhayl'ın Juhaylik yani Juhayl'in kimden de git var mı? Juhaylik avtomobil sokuş vakası. Bir hem de Xitoyninki 36 adamni sokup nim qilgan vaqa yuz beribdi bu yerda. Buningki hem de Xi Jinpingninki hozirgi nimasiga qarta bir o'chmanligi yoki iqtisodning nacharlashiga qarta bir o'chmanlik kelib chiqqan bir vaqa deb qarilibdi hamda. Men bu do'yin qarab olsam, hammamiz shu xabarlar qaplab ketibdi. Jazolaymiz, o qilamiz, bu qilamiz degandek. Biraqur. Şu o'tgan hafta 11-silar bo'ldi-ku bu ish. 11-silar Juhayda. Juhay bilmaganlar uchun Guangdongning bir shahri. Juhayda bir tantarbiya maydonininki uchuq chiniqadigan yerga bir her dalı mashinasini haydab kirib kishilarni so'qiyotgan. So'qqan yani qasdan. 35 adam o'lganligini xabar qildi Xitoy medialari. Xitoy hukumat tarafininki bayonoti hozirgacha hamda bu kishi oilasidan ayrilgan, ayoldan ajrashgan va ayolidan ajrashganda buningga taqsim qilingan mulkka rozi bo'lmagan. Şunun uchun bu uchini elish uchun kishilardan bu dalı mashinasini setib olib, qarzga setib olib, ondan haydab olib berib shu yerdagi maydonda chiniqayotgan kishilarni so'qqan. Yana bu bir oila mojarosi yoki haq talab davosidan kelib chiqqan nafrat va bu tufayli o'zini tutolmay kishilarni qasdlash deb tashviq qilyotdi Xitoyning mediasi. Bu qanchalik to'g'ri bilmaymiz. Amerikaninki ba'zi taratqullari, masalan, Erkin Osiyo yoki boshqalar shu tantarbiya maydonining atrofi xalq sud mahkamasi va taftish mahkamalari joylashgan o'rinda bu mashq qilayotganlarning ichida shu sud mahkamalarida ishlab pensiyaga chiqqanlar bordi. Shularni nishonlagan bo'lishi mumkin degan farazni o'tirib qo'yibdi. Yana masalaning siyosiy qismimi baliqini esimizga solibdi. Mumkin, bilmaymiz. Ammo Xitoyda hamda bu xil ijtimoiy hodisalarninki cheklayotganligi bir amaliyat. Xitoy 2003 yildan boshlab Xitoydagi ijtimoiy voqealarninki sonini e'lon qilishni to'xtatgan. Chunki son bek eshib ketgan bo'lg'achqa yilga 100 mingdan 300 mingga 400 minggacha aniqi 200 eshib ketgan bo'lg'achqa shunga buni e'lon qilishni to'xtatgan. Shunga hozir Xitoydagi ijtimoiy vaziyatninki qanchalik ekanligini biz mushundaq hodisalardan, ya'ni portlab chiqqan hodisalardan ko'rsak, ko'rolmaymiz, chunki davlatninki ochiq bir statistikasi yo'q. Oshkorlanmoqliq. Endi yaqinqi yillarda bo'libmi shu Xitoy virusidan keyin Xitoyning iqtisodiy ahvoli bek yaxshi emas. Asli gap bo'lmadi. Xitoy bu qatim yana Xitoyning iqtisodini jonlantirish uchun 300 milliard damdo pul ajratgandi o'tgan hafta. Ammo buningdan iqtisodshunoslar yana Xitoyninki iqtisodining taraqqiyotidan bek umidvor emasligini o'tirib qo'ygan, chunki bu pulni asosli yerlik hukumatlarniki qarzini to'lashga ishlatsa, yana iqtisodni jonlantirishga turtkisi bo'lmaydiganligini o'tirib qo'ygan.
Yaqında yana 1 trilyon pulni basimiz debdi, bir 20 yillik şekilde işte qarab Ha. model. Demek endi Xitoyning iqtisodiy jihatdan gullangan vaqti kemas ketdi. Xitoy endi iqtisodiy ustunligi bilan jamiyatda qonuniylikni saqlaydigan, Xitoy yoshlariga umid beradigan, o'qish bitirib chiqqandan keyin xizmat tayyor mundaq bir vaziyatni sunadigan holda emas. Undaq bo'lgandan keyin Xitoy jamiyatida umidsizlik yig'ir. Xitoy jamiyatida o'qishni bitirib chiqqandan keyin ish topish ehtimolimi nihoyatda tuvan. Shunga endi bu xil ijtimoiy krizislarga bu narsalar sabab bo'ldi. Lekin hozirgacha endi Xitoyda yanalam cho'ng bir siyosiy harakat yo'q. Shunga ijtimoiy krizislarga qarab turib biz Xitoy jamiyatidagi rahatsizlikni ko'ra olamiz. Ammo buningdan bir siyosiy harakat o'tirg'i chiqdi bilmaymiz, chunki Xitoy sistemasidagi qattiq qo'lligi, har qanday bir o'qituvchi fikrga va o'qituvchi harakatga yo'l qo'ymasligi Xitoydan hamda bir siyosiy harakatning chiqishiga nisbatan bo'shliqni yo'qotayotganda, shunga Xitoyda iqtisodiy vaziyat xili qalaymaqonlashib, kompartiya hokimiyatni yurgizish iqtidoridan mahrum bo'lmagan muddatcha jamiyatni tamoman kontrol qilishdan ojiz qiladigan holga kelmaguncha Xitoyda cho'ng bir siyosiy harakatning chiqishi notayin deb o'ylayman. Chunki siyosiy harakatning o'tirg'i chiqish uchun bir bo'shliq kerak, ammo bu bo'shliqni kommunist partiyalar hargiz bermaydi. Shunga kommunist partiyalar yoki oxirigacha tirkishib jon talashib o'ladi. Shimoliy Yevropadagi o'xshash, Rossiyadagi o'xshash yoki oxirigacha mustaqillikni davomlashtiradi. Xitoydagidek Chaushesku. Endi bundan biz Xitoyninki shu ijtimoiy vaziyatining nacharligini ko'ra olamiz. Ammo masalaninki siyosiy tarafiga kelsak, balkim bu Amerikadagi Erkin radiosi yoki Amerika ovozi degandek, balkim siyosiy o'chalish uchun qilgan bo'lishi mumkin, ammo uningki yana bir siyosiy harakatga aylana olishi tez. Chunki Xitoyninki sistemasi har qanday bir siyosiy harakatga boshchilik qilishga yo'l qo'ymaydi. Qaydigan bo'lsak, masalan, oddiysi Xitoy kelgusida bir siyosiy harakatga aylanib qilish ehtimolligi bo'lgan Falun Gongni qattiq bostiryapti. Bo'lmasa Falun Gong aslida hech qanday bir siyosiy iddaosi yo'q, siyosiy qarashi yo'q bir tariqatdi. Ammo uni tashkillash kuchi bo'lganligi uchun siyosiy harakatga aylanish yoshirin kuchi bor deb qarab qattiq bostirdi. Diniy jamoatlarni Xitoy shunga o'z mayli qo'yayotmaydi, chunki har qanday bir tashkillash kuchi bor shaxs yoki tashkilot siyosiy harakatga aylanishi mumkin. Endi buningga mushunchalik to'xtalib turaylik. Endi ko'rurmanlarimizdan kelgan bir savol bor. Hozirgacha yuqorisi 35, hozir tövellab 26 dan ko'ryotidi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. O'zinglarning diqqatini tortganlik uchun. Shuna xush bo'lgan bo'ldik. Deydi, endi bu ko'rgan bo'lishimiz mana Sharq Turkiston yo'q. Sharq Turkiston Islom partiyasininki mustaqillik kunida e'lon qilgan harbiy parad. Ko'rdingiz bilmayman, ko'rdi. Bu endi Xitoy qanday signal bera oladi deb shuni so'ragan bo'pti. Bu paradni ko'rib men bir xil hayajonlandim, xush bo'ldim, suyundim. Endi nima Uyg'ur agentligining xabarida mana Xitoyga bekroq nima deymiz? Ochiq bir signal beraligidek bir film bo'pti degan shaklda bir bayonot xabar izlabdi endi. Shunga qarata endi qisqacha javob. Uzun emas. Keyin yana boshqa savollarim bor ekan. Ben o videonu gördüm Facebook'ta, lekin o videonunki resmi video mu ya kiriştirilgan video mu onu cezimleştiremedim. Yani video süpetlik sen degandek, başkalarına hayacanı sağandek süpetlik. Ama o videodaki kişiler şu Şarkı Türkistan İslam Partisi'nin cihançıları mı ya ki o
kelishtirilgan bir videomu. Bunu ben farqlandiramadim. Çünkü hozirgi texnikada hamda mumkin. Shundaqmi? AI orqali, sun'iy aql orqali her dabdabilik, masalan, Xitoyning, Rossiyaning yo Amerikaning harbiy paratlariga sen bularning bayrog'ini Sharq Turkistonning bayrog'iga almashtirib, man qaytadan ishlab ber buni desang, shundaqmi? Bütün belgelerini almashtirib, sana ish chiqarib beradi, bilamaysan. Bu bir. Şuna onun kişilikini tekşürüşümüz gerek. Onu bilmeymen. Ben tekşürüş iktidarım yok hazır onun kişilikini tekşürüşte. Ulanın kesbi organ turbetlerini ben alakalı bilmeymen. Egeşmeylik yani. Organ turbetleri ya ki organ hesapları bağımlı okumayla. Bu bir mesele. Hem de eğer rastlılam şu videonu şula işlep çıkaran olsa Cumhuriyet gününü hatırlaş için. Bu Xitoyga nisbatan yoki boshqa Uyg'urlarga nisbatan nima uchuri bor ahamiyati bor desam, Xitoyga nisbatan jiq ziyni yo'q uniki. Chunki Xitoy Uyg'urlarni bostirish uchun izchil Uyg'urlarni terrorlik bilan ayblab kelyapti emasmi? Şu Uyg'urlarniki chet elda bir terrorchi tashkilotlar deb atalgan kishilarning orasida undaq bir kuchni qo'lda tutganligi, bir kuchga ega bo'lganligi haqida dunyoga signal berishi Xitoyning ishiga yaraydi, ya'ni siyosiy jihatdan aytganda. Haki ular bizga video ishlab emas, Xitoyning bunini qanotqudek amaliy harakat qilib, natija ko'rsatmaguncha o xil videolarniki Xitoyning siyosiy manfaatiga va tashviqot ehtiyojiga moslashishdan boshqa ahamiyat olmaydi. Yani Xitoy mana bizniki bexatarlik ishimiz bor desak ishonmaydilar, Uyg'urlarni shu akademika bahona qilib o'ltiryapti, sulavyapti deganlar. Mana bormikan mushtaq tahdid. Shunga bizniki Sharq Turkistondagi barliq bexatarlik tadbirlarimiz hammasi amaliy reallikni chiqish qilgan deyishi uchun tashviqot materiali u. Undaq emasmi ya? Bundan boshqa Xitoyga nimasi yo'q. Çünkü Xitoy degan hozirgi dunyoda harbiy jihatdan 3-chi cho'ng harbiy kuch. 3-chi cho'ng harbiy kuch. Ya'ni shu ularniki o videodagi askar yoki kuch Xitoyga nisbatan olib aytganda tilning oldidagi cho'mila. Ya'ni harbiy jihatdan tahdid bo'lganda hech bir tarafi yo'q uning. Ama siyosiy jihatdan, tashviqot jihatdan foydasi bormi desam, foydasi bor. Bu gapim kishilarni xursand qilmasligi mumkin, ammo real shu. Ondan keyin hamda Uyg'urlarga nisbatan qanday uchrab bir desang, albatta sen hayajonlandigandek, har kimni hayajonlantiradi, xushal qiladi. Chunki biz kuchsizligimiz tufayli jiq ezilib ketdik, xo'rlanib ketdik. Haqlarga yolvorib o'tyapmiz, mayli BDT'da, Turkiyada, Amerikada nega bo'lsa. Shunga o'zimizning undaq bir kuchi bo'lishi, armiyasi bo'lishi bizni xushal qiladi. Xursand qiladi, kishilarni hayajonga soladi. Başqa savolni ko'ryapmiz. Yani ikkita savol borki, buni javob beramdiq yoki keyin qoldiramdiq. Birinchi savolning javobini bilib bo'ptimi? İkincisi, kelgusida yuz berishi ehtimolligi cho'ng bo'lgan Amerika-Xitoy harbiy to'qinishiga Uyg'urlar qanday qilsa ko'zor bo'lishga yetarli tayyorlik qila oladi. Uyg'urlar bu savolga javob berish tez bence. Chunki Xitoy bilan Amerika urushamdi. Bu aniqsiz bir masala. Urushudi deyotganlar va urushmaydi deyotganlar bor. Agar urushsa Uyg'urlar ko'zor bo'la oladi. Uyg'urlar ko'zor bo'la olish uchun Uyg'urlar kuch bo'la olish kerak. Hech bo'lmaganda Suriyadagi Kurdlarga o'xshash, Iroqdagi Kurdlarga o'xshash Amerikaningki shu yerda qiladigan ishini ular qilish kerak. Masalan, Suriyadagi Kurdlar, Iroqdagi Kurdlar nima bo'lib Amerikaning ittifoqdoshi bo'la oladi, ko'zor bo'la oladi. Chunki Amerikaning DAESHni yo'qotish ehtiyoji bordi.
Shundaqku Undaq. Yevropaning, Amerikaning doim yo'qotish ehtiyoji bor edi. Kurdlar bu ehtiyojdan chiqdi. Shuning uchun ular ko'zir bo'ladi, kuch bo'ladi. Bundan keyin Amerikaningki Saddamni yo'qotish ehtiyoji bor edi. Saddamni yo'qotish ehtiyoji bor edi. Shuning uchun Kurdlar bu ehtiyojdan chiqdi, Iroqdagi Kurdlar. Shuning bilan ular bir avtonom rayonga erishdi. Endi Amerikaning agar Xitoyni yo'qotish ehtiyoji bo'lsa, Xitoy Kompartiyasi, o chog'da Uyg'urlar bu ehtiyojdan chiqa oladi. Bu ehtiyojdan chiqa olsa, o chog'da Uyg'urlar ko'zir bo'la oladi. Masalan, Xitoy 2003'te istifakdan chiqish 2003'te bir kitob e'lon qildi. Asli bu ichki hujjatlar bo'lib, shu qatamliq e'lon qilingan. Buningdan Amerikaning Afg'onistondagi mavjudiyatini Sharq Turkiston uchun, ya'ni Shinjang uchun tahdid deb qaragan. Va Shinjongdagi bo'lgunchi kuchlarningki Xitoyning tili bo'yicha aytganda Amerika armiyasi bilan birlashib olib Xitoyga qarshi turishidan andisha qilingan. Ammo reallik qanday bo'ldi? Reallik bizningki Afg'onistondagi Uyg'urlar, ya'ni Xitoy terrorchi deb dunyoga tunutgan Amerikaningki terrorizmniki kirgizgan shu ma'noda. Ya'ni Uyg'urlarni terrorchi deb boshlashning qonuniy asosini yaratgan shu Uyg'urlar, shunga sabab bo'lgan deylik, sabab bo'lganlar u yerda 20 yil Amerikaga qarshi urush qildi. Talibanning safida. Xitoyninki o'ylig'ining dalaksi bo'ldi yoki Xitoy istixborotining o'ylig'indek bo'ldi. Xitoyning andish qilganining aksi bo'ldi, Xitoyning o'ylig'indek bo'ldi. Yani Uyg'urlar Amerikaga qarshi urushsa, Amerikaning dushmani bo'lsa, Amerika bilan birlashib Xitoy bizni bostirsa, ko'ngildagidek ssenariyda qo'y. Shundaqmi? Shundoq. Ko'ngildagidek ssenariy bu. Ha. Ammo amaliyotda shundoq bo'ldi. Afg'onistonda 20 yil Amerikaga qarshi urush qildik. Aqidincho Xitoyga yuzlanish o'rniga Suriyaga keldik. Afg'oniston nerede, Suriye nerede? Erdoğan'daki de yapayım. Nerede diyor? Yani Xitoyga davlat bexatarlik tahdidi bo'la oladigan, ya'ni tashlab allaqachon hamda video ishlab chiqarishdan boshqa yaramaydigan yerga keldik. Keldi yoki biznikilar. Yani bizningki o'tgan 20 yillik ahvolimiz bizningki Amerika uchun bir qurolli kuch bo'lganligimizdan hech bir shaba bermaydi. Shunga biz haliqi o'zimizcha Amerika Xitoyga taqobil tursa, men ko'zir bo'la olmayman, beni ishlatadi deb o'ylash bilan ish tanlatmaydi. Bunda o'ylab olsak bo'lmaydi o'zimizcha. O'zimizni shunga hozirlashimiz kerak. Bayan biz Zelenskiyninki Amerikada siyosat o'zgarib bo'lguncha uningga moslashib yangi gaplarni qilayotganligini ko'rdik. Biz buni qila oldikmi? Biz davomli davrga qarshi ish qilamiz. Davrning ro'yiga qarshi ish qilamiz. Yangi davrga yangicha so'z bilan, yangicha qiyofat bilan, yangicha shakl bilan chiqish kerak. Ba'zi gaplarning hammani bu yerda ekran oldida degil olmaydi. Deydigan jiq so'z bor. Ammo biz ularni qilolmadik. Shunga biz agar qanday qilishimiz kerak deganda, men konkret qadam bosqichlar haqida bir narsa bilmayman, chunki men harbiy strategiyachi emas. Ammo cho'ng siyosiy jihatdan biz Uyg'urlar Amerikaga, G'arbga ittifoqdosh bo'la oladiganligimizni ko'rsatishimiz kerak. Harbiy jihatdan ham siyosiy jihatdan. Shu vaqtda undan keyin agar Amerika Xitoy bilan urushni planlasa, Xitoyni yo'qotishni planlasa, u vaqtda buni bizning qo'limiz bilan amalga oshirishga kuch yetsa, ko'z yetsa, bizga yordam beradi. Huntington 1998 yozgan
Medeniyetler Tokunuşumu degan maqolasini 2003-yili Medeniyetler Tokunuşu degan nomda bir kitob qilib e'lon qilgan amerikalik siyosatshunos. Bu kitobda Xitoyni 2015gacha bir taraf qilishninki 3 xil ssenariyosini o'ttirib qo'ygan. Bu ssenariyolardan birida Xitoyga hujum qilib kirish, ikki yerdan hujum qilish, biri Xitoyninki g'arbidan, yana biri Xitoyninki sharqidan. Sharqidan kirganda Tayvandan kirish, Zhuhai Tayvan orqali. G'arbidan kirganda bizning vatandan kirish va bizni qurollantirishni gapini qilgan. Ya'ni bir ssenariyo sifatida. Bu Amerikaning siyosatiga aylangan emas, ammo ssenariyo sifatida o'ttirib qo'ygan. Xitoy buningdan ansirab kelganlik. Shunga Xitoy bizningki Uyg'urlarni yo'qotishni tezlashtirishi, buni Xitoyninki bir balvoq bir yo'lning bexatarligi bilan bog'lab tushunishi, Amerikaning Afg'onistondagi mavjudligi bilan bog'lab tushunishi, bularning hammasi Xitoydagi andisha. Ammo Amerikada undaq rasmiy bir plan texi yo'q. Ammo Xitoy bundan ansirab Uyg'urlarni yo'qotishni qaror qildi. Hamda Uyg'urlar buni amalga oshirish uchun bizningki hozirgi o'tgan 20 yildan bosgan yo'llarimiz, ishlarimiz faqat uyg'un emas, mos emas. Ya'ni Ayliqonga va yo'l sariqonga. Emse bununla qağanağım muşinjik toxtlamdıq qağanğı yana. Mademki Hindistan demek ekan. Hindistanning kelgusi dunyo tartibining qayta tuzilishida roli qanday bo'ladi? Sharoiti bo'lganda Uyg'urlarning Tibetdagi Hindistondan logistik orqali o'tishi mumkinmi? Qanday shart yaratish kerak? Hindistonningki kelgusidagi dunyoning siyosiy tartibida bek cho'ng roli bo'lmaydi. Chunki Hindistonning tashqi siyosatida izchil bekinmelik mavjud. Hindiston tarixda nayt cho'ng bir qudratli davlat bo'lganligi uchunmi, ya'ni siyosiy kultural dasmoyisi kamchil bo'lganligi sababidanmi, yoki namrat bo'lganligi uchunmi, ishqilib Hindiston nufusi cho'ng yadro kuchga ega bir davlat bo'lishi qaramay xalqaro siyosatda nayt ojiz. Hindiston Pokiston bilan to'qinishdan boshqa hech bir davlatlar bilan to'qinishib qilishni, urushib qilishni xohlamaydi. Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni Tibetlarning masalasini tinch hal qilgan asosda saqlab qilishga tirishadi. Buning ichiga Uyg'urlar masalasini tiqishni xohlamaydi. Shunga Hindiston Uyg'urlarning harakatiga issiq qarab ketmaydi. Uyg'urlar masalasiga nisbatan bek aktiv muomala qilmaydi. Albatta Hindiston medialarininki Xitoy bilan bo'lgan munosabat yiriklashganda Uyg'urlar haqidagi masalalarni xabar qilib kun tartibga keltirishi va Uyg'urlar haqida Hindiston strategiyachilarininki yangidan izlanayotganligi bir amaliyot. Lekin Hindistonninki cho'ng davlat siyosatida boshqalarning ishlariga bek aralashib olmaslik mavjud. Hatto Xitoyninki mushu tinchlikda birga turishning 5 xil prinsipi, boshqa davlatlarning ichki ishiga aralashmaslik degan gaplar amaliyotda Nehruninki siyosatlaridan o'zgartirilgan Hindistonninki. Gandhininki meroslaridan ilingan o'rnaklar. Ya'ni bundaqcha aytganda Hindistondan bek umid kutib ketgan bo'lmaydi. Endi bunun qağanığı biz Hindistonning o'zi dunyoda cho'ng qayta tuzilishi qanday bo'ldi? Ya'ni Hindiston dunyo tartibini tuzilishda cho'ng rol o'ynamaydi. qağın faqat inkaskan o'qimaydi. So'z o'qib o'tib ketsiniz bo'ldi ekan. Unda qolsa bugun mushaychi paranglashayli. Mayli, misol bizni qachilib bilishinglarni, bizga aktiv inkaslarni yezishinglarni, savollar bu so'rashinglarni tovanchilik bilan so'raymiz. Kelarki hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat. Allohga omonat.